Qisqacha bitta muhim masala bo'yicha tushuntirish bermoqchiman. Tasavvur qiling, mana tashkilotning yangi strukturasi tasdiqlandi. HR bo'yicha yetakchi mutaxassis HR bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga o'zgardi. Ya'ni bir lavozim boshqa bir lavozimga o'zgardi. Mana shunga e'tibor bering. HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi yopilib, uni o'rnida yangi HR bo'yicha bosh mutaxassis lavozimi tashkil qilingani yo'q. Bu mutlaqo yangi lavozim emas. HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi bosh mutaxassis lavozimiga o'zgardi xolos. Ya'ni mavjud lavozimni ayrim jihatlari o'zgardi xolos, jumladan nomi. Do'stlar, juda qiziq va juda muhim joyi, juda ko'pchilik kadrlar, juda ko'pchilik yuristlar va ish beruvchilar mana shu narsani boshqa ishga o'tkazish deb tushunyapti va xato qilyapti. E'tibor bering. Boshqa ishga o'tkazish amaliyotida, ya'ni boshqa lavozimga o'tkazish amaliyotida xodim ishlab turgan A lavozim bo'ladi va xodim o'zi ishlab turgan A lavozimdan uni tark etib, ikkinchi B lavozimga o'tkaziladi. Boshqacha qilib aytganda, boshqa ishga o'tkazish amaliyotida ikkita lavozim o'ynaydi. Va bu Mehnat kodeksining 138-140 moddalari bilan tartibga solinadi. Biz ko'rib chiqayotgan hozirgi misolda boshqa ishga o'tkazish amaliyoti mavjud emas. Ya'ni bizning holatda A lavozim turib, uni yonida qo'shimcha B lavozim ochilgani yo'q. Bizning vaziyatda HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi HR bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga o'zgaryapti. Ya'ni jarayonda amaliyotda faqat bitta lavozim o'ynayapti. Mana A lavozim, HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi A lavozim deb hisoblaydigan bo'lsak, buni biroz darajasi va xususiyatlari o'zgarib, darajasi ko'tarilib, oshib, bosh mutaxassis lavozimiga o'zgaryapti. Ya'ni biz bu narsani Mehnat kodeksi tilida mehnat shartlarini o'zgartirish amaliyoti deb hisoblaymiz va detallashadigan bo'lsak, lavozimga nisbat oladigan bo'lsak, xodimning lavozimini o'zgartirish deb hisoblaymiz. Va bu vaziyatda jarayon Mehnat kodeksining 134-137 moddalari bilan tartibga solinadi va hujjatlashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, bu vaziyatda xodimning lavozimini o'zgartirish haqida hujjatlar rasmiylashtiriladi. Ya'ni mehnat shartnomasiga o'zgartirish kiritilib, xodimni HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi HR bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga o'zgartiriladi. Va mehnat shartnomasiga o'zgartirish kirish haqida qo'shimcha kelishuv asos qilinib, o'sha xodimning lavozimini o'zgartirish haqida buyruq chiqariladi. Biz mana shu vaziyatda, hurmatli do'stlar, boshqa ishga o'tkazish haqidagi buyruq emas, xodimning lavozimini o'zgartirish haqida buyruq chiqaramiz. Va bu Mehnat kodeksining 134-137 moddalariga asoslangan holda amalga oshiriladi. Siz mana shu vaziyatda HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi o'zgargan, ya'ni HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi HR bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga o'zgargan vaziyatda xodimni HR bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimidan bosh mutaxassis lavozimiga o'tkazish haqida buyruq chiqaradigan bo'lsangiz, mutlaqo xato bo'ladi. Ya'ni unisi alohida lavozim, bunisi alohida lavozim emas. Bitta lavozim doirasida o'zgarish yuz bergan bo'ladi. Shuning uchun ham mavjud vaziyat lavozimni o'zgartirish haqidagi hujjatlar bilan rasmiylashtiriladi, o'rtoqlar.